Demak, insonni ulug'likka, fazilga yetlab boradigan narsa nima ekan? Ana shu ulug'larning nazari bo'lar ekan. Robbim Qul domla Muhammadiyev hayotini ilmga, xalq xizmatiga va din rivojiga bag'ishlagan taniqli ulamo edilar. Ota-onadan farzandga ham ana o'sha xulqlarni ba'zi bir qismlari o'tib qolar ekanlar. Kim o'g'li bu? Falonchini o'g'lisi otasiga o'xshar ekan. Otasi ham juda halim yigit edi-da. 2025-yil haj safarida Toshkent 38-guruh rahbari sifatida yo'lga chiqqan edilar. Domlamizga guruh rahbari qilib tayinlaganidek, nihoyatda yaxshi yigit edi, Alloh rahmat qilsin. Doim zikrda, tasbihda nihoyatda muloyim edi. Mana bu yerda o'tirgan hamma hamkor domlalarimiz aytamiz, nihoyatda xushxulq edi. Juda xushxulq yigit edi. Yoshida Alloh rahmat qilsin. Taqdiri ilohiy ekan, mana shu joyda odamlar o'tish belgilangan ekan. O'sha samolyotga chiqib Toshkentga uchganda o'zim uxlagan to'y qaytib turmadi. Nima kelganda biz Madinada menga xabar qilishdi, shunaqa bir domla qushlab ketgan holda olib tushirildi dedim. Keyin bilsak, o'sha samolyotga o'zida komaga tushgan ekanlar. Nima bo'lgan Allohning o'zi bilguncha keyin harakat qildik, Madinadagi katta bir shifoxonaga yotkazdik, operatsiya qildik. Lekin taqdir ekan olamdan o'tdilar. Inshaalloh tasdiqsiz bugun hozir Masjid Nabaviyda janozasini o'qib, Jannatul Baqi qabristoniga dafn qilish bo'yicha harakat Baqi qabristoni azizlar Jannatul Baqi deyiladi. Bu qabriston birinchilardan bo'lgan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sadoqatli sahobalaridan bo'lgan Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhu mana shu joyga dafn qilinganlar. Undan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'g'illari Ibrohim, ana bundan keyin uchinchi bo'lib qizlari Ruqayya radhiyallohu anha dafn qilingan edilar. Robbim Qul domla mana shu qabristonga dafn qilinmoqda. Alloh taolo domlamizni ulug' zotlar bilan, sahobalar bilan birga yotishlikni iroda qilgan ekan. Rasulimizning hadislariga muvofiq u zot shafaat qilsa-yu, qiyomatda mahshargohda mana shu Jannatul Baqi qabristonida yotgan sahobalar bilan birga turmoqligini Alloh nasib qilsin. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Robbim Quli domlani Alloh rahmatiga burkasin. Domlamiz juda yaxshi inson edilar. Doim kulib turardilar. Juda muloyim, halim, go'zal xulq egasi, vijdonli, halol, taqvodor inson edilar. Domlaning bir go'zal odatlari bo'lib, har namozdan keyin jamoatga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir hadislarini o'qib sharhlab berardilar. Nabiy alayhissalomga muhabbatlari juda ham kuchli edi. Balki Robbim Quli domlaning odamlarga har kuni bitta bo'lsa ham hadis yetkazishga bo'lgan urinishlari u kishini Madinada vafot etishlariga sabab bo'lgandir. Domlaning janozalari Masjidun Nabaviyda ado qilinib, Jannatul Baqi qabristoniga dafn qilindilar. Endi to qiyomatga qadar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lib, ahli bayt va sahobalar bilan bir makonda yotadilar. Alloh darajatlarini yuqori aylasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: kim Madinada vafot etishga qodir bo'lsa, shunday qilsin. Chunki men Madinada vafot etgan kishini shafaat qilaman dedilar. Imom Termiziy rivoyati. Allohim xotimalarni qanday go'zal qilsa, Rasulullohning ruhi qabz qilingan shaharda olamdan o'tishini iroda qilsin. Qanday go'zal makon beribsanki, Rasulimizga qo'shni qilib ashoblar bilan birga yotmoqlikni nasib qilsin. Umidimiz domlamizning qiyomatda Rasulimiz alayhissalomning shafaatlariga hamroh qilsin. Qolgan zurriyotlariga, oilalariga sabr bersin. Orqalaridan duoda takbirdan bardamonlik buyursin. Allohim ularni shu kungacha qilgan barcha yaxshi ezgu amallarni o'zlariga hamroh qilsin.
Alloh bekorga Madinada olib qolmaydi. Nega kitob ko'p, olim kam, bilasizmi? Chunki islomda olimlik kitobdagi ma'lumotlar emas, balki o'sha ilmlar bilan yashash, ziynatlanish hisoblanadi. Nega musulmon insonning qalbi olimlarga talpinadi? Chunki ularda Rasulullohning siymosi bo'ladi. Rasulullohga qiziqqan insongina ahli ilmlarni tanishga qiziqadi. Ustoz Rabbim quli domla ham Rasulullohning merosxo'rlari edilar. U zotga so'zda va amalda ergashgan ummat edilar. Ali radhiyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni birinchi marta ko'rgan inson u zotdan qo'rqar edi. Yaqindan tanigach yaxshi ko'rib qolardi. Darhaqiqat Robbim quli domla ham xuddi shu sifat bilan ziynatlangan edilar. 10 daqiqa gaplashgan odam u kishini yaxshi ko'rib qolar edi. Hind bintu Abu Xola aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'zlarini ko'proq pastga qaratar edilar. Aksar nazarlari taomul bo'lardi. Rabbim quli ustoz ham o'zidan yoshi, ilmi, mavqei ancha quyida bo'lgan odam bilan gaplashsalar ham ko'ziga tik qaramas, nazarlarini taomul ila pastga qaratar edilar. O'zlari gapirganlari yo o'zgani eshitayotganlarida unga boqardilar. Domla fursatni g'animat bilardilar. Hatto namozdan keyin duo qilganlarda ham bir hadisni matnini aytib, uni tarjima qilib, biroz sharhlab berardilar. Bir necha soniyalarni ham din xizmatidan xolis o'tkazmasdilar. Din xodimi shunday bo'ladi. Bu buyuk ulamolarning sunnati edi. Iyoz ibn Humor raziyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh tavozeli bo'linglar deb menga vahiy qildi dedilar. Rahim quli domla obro'li, ilmli, o'ziga to'q bo'lishlariga qaramasdan juda kamtar odam edilar. Odatda inson domlada jamlangan mazkur narsalardan bittasiga ega bo'lib qolsa, bosar tusarni bilmay qoladi. Ammo domla hamma jihatdan maqtanishga arziguli holatda bo'lsalar ham kamtarin odam edilar. Allohning tavozeli bo'linglar degan xitobiga amal qilgan musulmon edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Munzir ibn Oyizga senda Alloh yaxshi ko'radigan 2 xislat bor ekan: halimlik, bosiqlik va salobat deganlar. U kishi men bu xislatlarni o'zim kasb qilganmanmi yo Alloh meni shunday yaratganmi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh seni shunday yaratgan dedilar. Muslim rivoyati. Darhaqiqat Robbim quli domlada ham ayni shu 2 xislat topilardi. U kishidek halim, vazmin odamni ko'rmaganmiz. Birog'iz ham birovga qo'pol gapirmasdilar. Shu bilan birga shoshib ish qilmas, viqor va salobatli ahli ilm edilar. Abu Said Xudriy radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam go'shangasidagi kelindan ham hayoliroq edilar degan. Darhaqiqat Robbim quli domlaning siratlariga boqqan inson Rasulullohning mana shu hadisda nazarda tutilgan hayolariga guvoh bo'lardi. Nasib qilganlar guvoh bo'lib qoldi. Jobir raziyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga eng suyukli va qiyomatda eng o'rni yaqiningiz, xulqingiz go'zal bo'lganingizdir dedilar. Alloh taolo nega Rabbim quli domlamizni Rasulullohning yonlarida olib qolganini biroz tushungandek bo'ldik. Shoyat biz ham domladek axloqli bo'lsak, Madinada qo'nim toparmiz. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak hadislarida yaxrujuna fi oxiriz zaman yaxtiluna dunya bid-din. Payg'ambar alayhisalom aytadilarki, oxiri zamon yaqinlashganida dinlari bilan dunyoni istaydiganlar paydo bo'lishadilar. Oxir zamonning alomatlaridan biri dunyoni istashlik, tirikchilik masalasi. Hatto nima bilan ekan, din bilan dunyoni istashlik paydo bo'lib qoldi. Tirikchilik, mehnat, mashaqqatdan qochib dinimizni
ustida kun ko'rishlik odatlari. Qancha ulfatlar bor, qadrdonlar bor. Hattoki shunaqangi darajada biz oldingi davrda bir ulfatchilik bo'lar edi. Bir oyda bir marta qadrdonlar o'tirishib, oshxonada, choyxonada, uyida ulfatchilik qilishardi. Hozir shunaqa ko'payib ketdiki, sinfdoshlar, kursdoshlar, ishxonadagilar endi avjiga chiqib ketgan. Hozir hajga borib biz qiyomatli birodarimiz deb turib, hoji ulfatlar, umraga borib kelib biz qiyomatli birodarimiz deb turib, bir oyda bir o'tirmasak bo'lmaydigan. Har haftada bitta o'tirish, bitta ulfatchilik bor. Mana shu ulfatchiliklar Alloh yaxshilikka qilsin. Lekin shu ulfatchilik bundan-da yaxshisi borligi va Alloh va uning rasuli bundan-da yaxshisiga bizni buyurganligini bilishimiz kerak. Man ahabba ayyumidda lahu fi umrihi va yazada lahu fi rizqihi falyabirra walidayhi va liyasil rahima. Kim umrini uzun bo'lishligini, rizqini ziyoda bo'lishligini yaxshi ko'rsa, ota-onasiga yaxshilik qilsin, aka-uka, opa-singillari bilan aloqani bog'lasin. Aka-uka, opa-singillarni bir haftada emas, bir oyda emas, bir yilda ham Alloh uchun ikkita non ko'tarib, eshigini taqillatib kirgan bo'lsak, Allohning rahmati bo'lsin. Lekin ulfatchilik qolmaydi. Aslida biz buyurilgan narsamiz boshqa narsa edi. Yuqoridagi birinchi kelgan hadisni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarini dinlari bilan dunyoni istaydiganlar bor. Yalbisuna za'na minal lin alsinatahum ahla minas sukkar. Ular shundoq insonlarki, muomala munosabatda oshlangan qo'y teridan ham ko'ra yumshoqroq bo'lib ketishadi. Alsinatahum ahla minas sukkar. Ularni tillari shakardan ham ko'ra shirinroq bo'lib ketadi. Biz bugun yoshlarimiz ham ayniqsa kim bilan qanaqa muomala qilishlikni bilamizda. Payg'ambar alayhissalom buni 14 asr oldin aytgan ekanlar. Shundoq muomala qilishadi, xushmuomala, xushtovozlik bilan. Kimdan qandoq qilib pulini olishi, molini olishi bilamizda. Olyapmizda. Va shundoq halimlik, yumshoqlik bilan kirib boryapmiz. Tillarimiz shunaqangi shirin. Hoji aka, palonchi aka, billa masjidga chiqamiz, billa xatimga borganmiz, billa ulfatchilik qilganmiz. Ana shu ulfatchilik, ana shu oshnalar bugun hammasi bir-birovidan qarz bo'lib, bir-birovidan molini olib, pulini olib bermasdan shunaqangi mushkilalar ko'payib ketdi. Ehtiyot bo'ladigan, biz bundan qo'rqishligimiz kerak bo'lgan narsa edi. Va hadisi davomini qarang. Va qulubuhum qulubuz ziob. Lekin ularni qalbi bo'rinikidan ham ko'ra vahshiyroq dedilar. Xush muomalalik, xushtovozlik, shirin so'zlik bilan muomala qilib, molini, pulini olib, o'zini vaqtida qaytarib berish kerak bo'lgan vaqtda bundan nima qilyapmiz? Unga o'zimizni kimligimizni ko'rsatyapmiz-da. Rasulimiz ana shu hadis oxirini aytibdilarki, va qulubuhum qulubuz ziob, ularni qalblari bo'rinikidan ham ko'ra vahshiyroq bo'lib ketadi degan ekanlar. Demak, o'z vaqtida, o'z o'rnida berishlik kerak bo'lgan narsani vaqti keldi. Iyyakum wad-dayn
o'zinglarni ana shu qarz olishlikdan o'zinglarni to'xtatinglar. Bu qarz shundoq narsaki, kunduzlari xorlikka olib boradi, kechalari bedorlikka olib keladi. Ya'ni kunduzi o'sha odamni ko'rmaslik uchun ko'chasidan ham aylanib o'tishga to'g'ri kelyapti-da. Kechasi bilanchi o'shani qarzni uzishlik uchun, qarzni berishlik uchun qatdan qandoq qilib berishlikni o'ylab uyqular qochib ketyapti-da. O'shaning uchun boriga qanoat qilib, boriga rozi bo'lishligi kerak.